Assalamu alaykum, dünyanın her qaysı joylarida yaşayotgan aziz vatandaşlar. Uyg'ur hareketi tashkilotining bilim kuch qarorlik to'r suhbatining 3-qatimli suhbatiga xush keldinglar. Men Mukarram Qurbon, avval hammanglarga chin yurakdan salom yo'llayman. Bugun biz bilan aktiv faoliyatchi, jasur, jangovar, qo'rqmas, fidokor, oilasining kuchli qo'llashi, o'zining shaxsiy imkoniyatining yor berishi bilan to'xtamay faoliyat olib berayotgan hamda Dünya Uyghur Qurultayı bo'lsin, Kanada Sharq Turkiston jamiyati va Uyg'ur harakati tashkiloti va boshqa barliq tashkilotlarni qo'llash orqali o'zi to'xtamay faoliyat qilib kelayotgan. Men nurg'un medialarga chiqqan. Ish faoliyatlari xabarlarda nurg'un qitim berilgan. Hamda Kanada Uyg'ur jamoatchiligi va dunyo Uyg'ur jamoatchiligiga tunishliq bo'lgan Tunisagul Masjidiq Chira bugungi suhbatimizda biz bilan birga. Hürmetli Tunsagul Mescidi Hanım, bugünkü söhbetimizge hoş geldiniz. Rahmet, meni bugün ziyaret kılıp teklif kılganlarga rahmet. Avval özünüzü tanıştırgan bolsanız, kaçan Kanada'ya geldiniz, qanday aileniz, bu dava işini qanday elip bardınız, üç doğru biz bilen bir ortaklaşkan bolsanız. Buldu. Mening ismim Tunisa Masjidiq Chira, mushu Kanadada qo'llangan qonunliq ismimni dey. Keynidagi bu Chira degan ism ko'pchilik nemishqa Chira deb qoldi deb o'ylab qolish mumkin. Bizning vatanimiz Sharqiy Turkistonning mushu Xotan viloyatining bir Chatyaqa noyisining ismi Chira, Chira noyisi. Biz mushu farzandlarimizni hamda mushu chet elda yashagandan keyin mushu ismni biz aşu Sharqiy Turkistondan kelganimizni unutib qolmasin deb biz bu ismni oila ismi, family name qatorida qo'llandik. Men oilam bilan bu yerga yo'ldashim, farzandim bilan 6-yili 3-oyning oxirida Kanadaning Vancouver shahriga kelgan. Shu kelgandan buyon 2007-yili 4-oyda biz Kanada'da mushu Vancouver şehrinde bütün Uygurlar yığılıp Vancouver Uyghur Cultural Society yani Vancouver Uyghur Medeniyet Merkezi'ni kurduk. Köpçülük meni şu vaqtida mushu cemiyetninki reisi qilib sayladı. Şu saylangandan başlap ta ki men mushu qo'shgizak farzandimga ig'ir qat bo'lguncha mushu jamiyatninki reislik xizmatini ustiga oldim. Ko'pchilikning qo'llashi, yordamda bo'lishi bilan biz yaxshi obdan faoliyatlarni qildik shu vaqtlarda. Mushu Vancouverdagi Vancouver Community College deb ataymiz. Mushu maktabninki nursing program, ya'ni sisteralik kasbida o'qib, sisterlikni tutkizdim. Ya'ni Vancouverdagi qarindoshlarninki qo'llashi, bir sapda turib mingishi köpçülük qarindoshlarninki mushu qo'llashi orqasida hamda qanchalik qo'limizdan kelsa Vancouverdagilar shunchalik qilyapmiz. Demak siz Kanadaga kelgan kundan boshlab yana bir mezgil urilish bo'lgandan boshlab yana mushu vatan millat davosi ishini boshlagan ekansiz. Nurg'un tashkilotlar, mayli cho'ng tashkilot bo'lsin, kichik tashkilot bo'lsin, ashlar davoyimizni anlatimiz, musulmon davlatlari bo'lsin, davoyimizni anlatimiz deb ashlar tirishib keldingiz. Buni Vancouver'dagi shu qarindoshlardan anladik. Bu jarayonda siz 2018-yili 12-oyning 19-20-21 kunlari bo'lsa kerak, xalqaro musulmonlarning Torontoda o'rlashtirgan RIS deydi, inglizcha, uyg'urcha İslam ruhini urg'utish yoki islom ruhini jonlantirish degan cho'ng tipdagi bir yig'inga taklif bilan qatnashdingiz. Shu sahnada o'rin oldingiz. Bütün shu qatnashuvchilarning ta'sirlantirgan bir so'z bayonot berdingiz. Mush to'g'riliq mushun jarayonlar bir so'zlab bergan bo'lsangiz, qanday ular bilan aloqa qildingiz? Chunki bu bizning Kanada jamiyatimizda, Kanadadami tunji qatimqi bir faoliyat deb bilinadi. Mush to'g'riliq azroq bir so'zlab bergan bo'lsangiz.
Bo'ldi, rahmat. Mushu 2018-yilning 5-ida biz mushu dunyoning har qaysi joylaridagi ayollar mushu Ro'sha Abbos xonimninki yetaklashi guruhi qilib qurishi bilan bir ovoz bir qadam to'pini tashkillab, shuningdan boshlab hamda mushu vatanimizdagi qirg'inchilikqa munosabatlik bizningki xalqarodagi da'volarimiz shuning bilan texmi jonlandi deb qarayman bu amaliyot. Shuningdan boshlab hamda Vancouverda men asosliqim shu bo'lgan masalan 3-oyning 15-kuni tunji qatimliq bir ovoz bir qadamdan keyin namoyishini biz Vancouverda shu United Nation'ning Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bir yig'in echayotgan bir mehmonxonasining oldida namoyish qildik. 4-oyda namoyish qildik. 7-oyning 5-kuni namoyish qildik. Mushu oraliqdagi tashkillab ko'pchilikning qo'llashi bilan shundoq yaxshi natijalarga erishdik deb qarayman. Undan boshqa mushu namoyishdan boshqa bizningki Richmond, mushu Vancouverda deydigan bir shahar bor. Bu shaharda asosliqi Xitoylar shu yig'ilib shu bir yerga to'plashib yashagan noiti millatchi ishlarimi shu Xitoyning zavodlari degandek shu yerda. Hamda mushu Richmondninki shu vaqtida bu 2018-yili 8-9-oy mezgilda Richmondda Gauhua deb bir Xitoy bu Xitoy ayni vaqtida mushu Vancouver CBC News'ga so'zlab mushu Xitoyda bo'layotgan human rights mushu inson haqlariga nisbatan nəhayət yaxşı bo'lmagan so'zlarni qildi. Ham o'zi shu vaqtdagi shu Richmond shahrininki shahar boshliqlik nomzodida edi bu Xitoy. Bu degan vaqtida bu Jungoda hech qanday bir inson huquqiga daxl qiladigan hech qanday ish yo'q. O'zi shu necha yil Kanadada turib, Kanadada yashab turib, hech qanday bir haqiqatni qabul qilmagani bununla nisbeten cık maqalalar bo'ldi. Minimum nəhayət bir yoram qildi. Men bu vaqtda azroq research qilib qarasam bu Xitoy shu vaqtida mayorluq nomzodi ekan. Men bir qism bizning shahardagi yoshlarning yordamlashishi, bir qism qarindoshlarning yordamlashishi bilan shu Tibet ham bir qism demokratik Xitoylar bilan shu vaqtda aloqa qilishib bir mingdek tashviqot varaqasini to'ldirib shu saylam kuni atdiganda Tibetlar shu yerlarda turib toqatni shundoq qilib biz mediada undan keyin tashviq varaqasi taqitib shu Xitoyniki Richmond shahar boshlig'i bo'lib saylanmaslik uchun tirishdik. Oxirida bu g'albilik bo'ldi hamda. Shu Kanadada har yil oxirida RIS bayamsiz degandek RIS mushu nəhayət cho'ng bir musulmonlarninki yig'ini bo'lganligini biletdim. Bizning Vancouverdanmi Uyg'ur qarindoshlar ilgari berib faqat bir tomoshabinlarninki darsini anglaydigan bir anglag'uchi sifatida qatnashgan. Shunga anglagandim buni. Shu izlanib men ularninki aloqa qilish adresini topib, ular bilan aloqa qilishib qildim. Lekin hamda bundaq o'rinlar oson javob bermaydi ekan. Men shu tunji qatim shu yig'inda so'zladim, lekin buning unumi yaxshi bo'ldi. Torontoda bir qancha yaxshi faoliyatlarni o'rlashtirib bergan bo'ldi musulmonlar. Bir ishlar bo'lsa bizlarga masalan xat yozadigan MPlarga shu o'zimizningki imzo atadigan mushtaq ishlarga ularni o'zining qilishicha yordam qildi. Şundan Allah razı olsun hürmetli Tunsagül Hanım, nurgun cefalarını çektiniz, küçük balını koyup o şehir bu şehir, o devlet atlap gerçi yıkım olsun mu Kanada ile Amerika, yani devlettir. Mesela Allah bu faaliyetlerini kıralıkınız için Allah size aman kılsın, yolunuz açık olsun.
Vaqtınız bereket versin. Şu oğlunuzmu her birlikte okuyatkan şu oğlunuznumu o'qishda natijalik bo'lib, bir kunlarda inshaalloh vatanimiz Sharq Turkistonning mustaqilligini qaytarib kelish uchun bir kishilik asini qo'shishni nasib qilsin. Hamda yana bu yerda shu Washingtondagi yoshlarni tarbiyalagan, yoshlarni o'rlashtirgan shu yig'inda demak MP'lar xat yozish, qonunni ma'qullanishi uchun demak bir yerda turib Kanadada shu ishlarni o'tirib qo'yganingiz hamda shu yerdagi hech bo'lmagan shu yerdagi 100 adam bo'lsa 50 bo'lsa-mu xat yozgan bo'lishi mumkin hech bo'lmaganda bir hayajon bilan shu vaqtda demak bu Uyg'ur kishilik huquq qonunining ma'qullanishi uchun dunyo ma'qullanishida Uyg'urlarning boshqa millatlarning ham dunyodagi har yerdagi qarindoshlarning bir hassasi bor deb o'ylayman. Alloh hammalardan rozi bo'lsin. Siz to'g'ri nurg'un aktiv faoliyatlaringizda chekinmaydiganligingiz, gaplarni vaqt deyiladigan shunday keskin mijozlaringizni davomli anglab turamiz. Qaysi yili esimda yo'q, Kanadaning Prime Ministeri Trudeau Vancouver kelgan vaqtda siz bir shu qish vaqti bo'lsa kerak, siz uni yozilgan bizning davoyimizni anglitimiz deb yozgan bir xitingizni uni berish jarayonida bir mashinaga berib shuni ilish jarayonida bir bo'lgan bir vaqaliklar bor, o'zingizni zaxmlantirib olgan qo'lingizni. Shu to'g'ri ozroq so'zlab bergan bo'lsangiz. Rahmat, men o'zimni bir qanoatdan bir ish qildim deb qaramayman. Endi shunda har birimizni bir ish qilishga undayotgan, shu vatanimizda jafo chekayotgan, qirg'in bo'layotgan xalqimiz. Bu 2019-yil hamda qo'limdan sinib ketgan. Meni oldi bilan hamda shu ishlarni hamda men shunchalik bir oz bo'lsa-mu o'zim qila olgandek mushtoq bir ishni qilib kelganimda hamda meni qo'llab kelayotgan yo'ldoshim Tursunga rahmat deyman. Undan boshqa shu Kanada Sharq Turkiston jamiyatininki board a'zolari, bizningki shu Sharq Turkiston Kanada jamiyatininki rais Tuyg'un, bizningki boardlar, onundan keyin shu Vancouver'dagi meni qo'llab yolg'iz qo'ydimay, yolg'iz qo'yman degan chaqiriqlarga ovoz qatmay qo'llab kelayotgan qarindoshlarga rahmat deyman. Endi mayli kichik ish qilaylik, cho'ng ish qilaylik, qilgan ishimiz to'g'ri bo'lsa, niyatimiz to'g'ri bo'lsa, bizada bu shu qilgan ishimizning shu vatanimiz Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun, shu da'vo uchun foydasi tegsalam shu bo'ldi deb qarayman. 2019-yili men bu vaqtda bek esimda 2-oyning 10-kuni meningki qo'lim sinib ketgan kuni. Bu bir tasodifiylik bo'ldi. Shu kuni Justin Trudeau bizning shu Kanada Vancouver'ninki Dare Lake degan yerda o'ziningki bir MP'sining shu yerda saylanishi uchun maxsus kelib so'zlagan. Buni men anglagandan keyin MP shu xatlarni yozib qolgandan keyin bizning bir saylan bo'lgandi bu Vancouver'da. Shu yerdan chiqib tunji kuni qor yoqqan, yig'ib nihoyat qattiq yog'di u kuni. Tushdinkenda biz shu yerga men bolalarim yo'ldoshim shu yerga bordik. Men uni xatni men o'z qo'lim bilan biraman deb xat tayyorlab, hamda xatning mazmuni haqida men ozroq gap qilay. Mazmuni biz shu Uyg'urlarning vatanimizda uchrayotgan irqiy qirg'inchilik, masalan shu vatanimizda bo'layotgan shu Xitoylarning majburiy to'y qilish deymiz, ayollar erlarga yurgizgan shu pilolik tug'ut bo'lsin, night inchkilab yozgan bir o'zim tayyorlagan bir xatdi. Bu xatni elib konvert qilib tayyorlab shu kuni shu yerga bordik. Lekin berib hamda shu Justin Trudeau kelgicha bir saqlaydigan ishkan. Kirdigan vaqtida yo'ldoshim nemisini olibdi, o'zining ID'si yanchig'ida bo'lgan ekan. Mening somkamda hamda biz ayollar somka ko'taradigan bir ishimiz. Men uni elishni unutib qolibdim. Men bolalarni diqqat qil, o'qil bo'qil deb yurib. Shunda men ID bo'lmasa sen kirmaysan, yo'ldoshim bo'lsin deb turib, berib ID'ni akilaman deb muzda shu yerda qoldi. Bir sekund ichida yuz berdi, teyilib u yerda hamda bir
bizningki mush Kanadaning Prime Minister kelgandan keyin mush fire truck, ondan ambulans hammasi bo'ldi ekan. Meni shu yerda birisi Yenidili chaqirdi, ular kelib ko'rib shu qo'lim shu o'ng qo'limningki shu beg'ishi sunib men o'zimni nurse sestra bo'lgandan keyin shu og'riqning qattiqligi qo'limning shakliga qarablam voy qo'lim sunibdi dedim. Berib qo'limni tengib qolgandan keyin mashinadan oydini ilib shu toki Justin Trudeau bilan kurashgacha saqlab turib qo'lim tenglik bo'lgandan keyin meni saqchilar akirib u kimninki qo'limda bo'libdi oldiga o'tkilib qo'yinglar deb meni eng oldiga akirib qo'ydi. Bu bir yaxshi fursat bo'ldi menga. Shuning bilan yenimda turgan bir ayol qo'lim tenglik bir og'riq hamda sungandan keyin nima so'rgandan keyin yordamlashib naq maydonda biz Justin Trudeau'ningki qo'liga berdi xatni. Keyin bu xatning uchi sekretari telefonda Justin Trudeau Vancouver kelsa yana triplada yo'q san bilan aloqalashadi deb men xatga nima lekin endi bizningki bu Prime Minister ancha bir Xitoyga qarshi bir yurakli bir og'iz gap qilib boqmadi. Shu gap azroq gap qilib qo'ysimi haqiqiy bir amaliy bir ish qilib boqamiz. Shuni men bu bilan tasavvurlik shu kuni qolgan. Qo'lim sungan kuni bir narsa o'yladim. Endi vatanda shuncha azob qaraq ichib biz anglaymiz kirib shu gundupaylarninki urib so'nglarni sundirib o'tishi biz Uyg'urlarning odatga bir ish deb ajoyib bir hissiyot bilan anlab azaplanamiz bu ishni. Endi men o'zim nimsam bo'la. Bevosita og'riqni his qilgan bo'lgandan keyin biz faqat bir yetarli ish qilolmayapmiz. İkimiz biraz hayacanlandık ha. İnşallah şu sizga o'xshash aktivlarimizning qilayotgan barliq faoliyatlar aşı gerçi siz şu çağda vaydatlımadınız aşı bir hazır ekipiniz siz davatçı aşı kullanmış sunuğuna razı şu bir fırsat oldu şu xatni öz qo'lim bilan beraldim xotirjam bo'ldim davatsız inşallah mush qilgan ishlaringiz ham davom oldi hamma sarkillarimizning qilayotgan shu faoliyatlar bilan inşallah şu vatandagi qand qarindoshlarimiz zulümden patrak azat olsun ümit qilamiz inşallah. Ayal kichik bo'lgandikina asan ayal bize nim bo'lamiz. Hozirgi erlerimiz ham shunda hammamiz mayli yolg'iz qolgan vaqtimiz bo'lsin, mayli bir naqshet anglagan vaqtimiz bo'lsin, mayli joy namozdagi vaqtlarimizda bo'lsin. Allohni nozi qilamiz, yig'laymiz. Xo'shal kunimiz yo'q asos jihatdan. İnşallah her bir ishning her bir ayning 15 qarang'i 15 aydan degandek bu kunlarmi bizga yiqilishib kelayotganda inşallah şu güzel jonajon vatanimiz Sharqiy Turkistonning mustaqilligini qaytirib keladigan kunimiz oz qoldi deb umid qilamiz inşallah. Eng oxirida siz endi Kanada Sharqiy Turkiston jamiyatining muhim odamlaridan biri yana faoliyat qilayotgan Vancouver'dami har xil shu qarindoshlarimiz bir yakalash kuch chiqargan ishlarni birlikda ilib berishga kuch chiqardingiz keskin bir mijoz xarakteringiz bor buni davom shu yerda qarindoshlardan anglaymiz mushu faoliyatlarni qilish jarayonida biz yana nurg'un ishlarni ittifoqlashib yani qilishimiz kerak zerikmay tirikmay davomlashtirishimiz kerak taraflardan bir takliflarimiz bormi o'ylaganlaringiz bormi shu programmamizni vaqt sababdan oxirlashtirish oldida sizdan mush to'g'ri bir so'ragan bo'lsam albatta endi biz Uyg'urlar hozir bo'libmi endi chet eldagi Uyg'ur bizdan boshqa har qanday bir millat mayli urush bo'layotgan yer bo'lsin
Mesela Rohingya Müslümanlarının nurgun şu milyonga yakın Müslümanlar Bangladesh'nin yanında şundan açar şaraytta turvatıdı. Şular bolsun telefonda özününki tuqqanları bilen, dostları bilen paranlaşa alaydı. Sirtde turvat kalıcı. Biz hem de aşında bir fırsat mı yok. Zade şu royjaatın özümüzün ait sağlam tutuşqa tirişsaq yaxşı buldu eken. Çünkü roy sağlamlık bizning şu bəzənimizin şu sağlamlığına bevosita ta'sir ko'rsatadigan omil. Şoňa Xitoy mushuni naite tadqiqotchilar orqali bilgachga, chet eldagi Uyg'urlarni har xil usullar bilan bilish, qutratqiliklarni paydo qilish, har xil usullarni chet eldagi Uyg'urlarni xotirjam qilg'izmaslik uchun har xil ishlarni qilib, nurg'un pullarni xarjlayotdi. Xitoyning o'sha chet eldagi Uyg'urlar tashkilotini tinch qo'ymaslik, ma'lumot qilish, bir-birlariga o'ch qilish uchun qilayotgan shunday ishlarga solgan mablag'ning nihoyat ko'p ekanligini Amerikadagi bir doktor yozib chiqdi. Endi biz yaqinda bir bizning kamda biz o'sha Uyg'urlarda faoliyat qilayotganlarni hujum qiladigan, shularga zarba beradigan mush ishlarni iloji bor, mush ishlarni biz to'xtatsak deb umid qilaman. Biz bir narsani unutib qolmasak bo'ldi bu yerda. Chunki shu Xitoyninki shu internet soqchilari hamma yerda bor. Lekin biz yashayotgan davlatlardagi, masalan, Amerikada deymiz, Yevropadagi deymiz, Kanadada deymiz, mush internetdagi qilayotgan ishlarimizni kuzatadigan odamlar bor. Xitoydek jiq bo'lmasimi? Har qanday davlatning shundoq odamlari bor. U yerda shu bir-birimizni tillab, bir-birimizni g'ajishib qilsak, Xitoylar buni Gucci Guru deb qo'ydi. Ishni talabdi deb. Bizni shunday qilib o'yin o'ynaydi Xitoylar. Ondan boshqalarga bergan ta'sirimiz yaxshi bo'lmaydi. Ba'zi Uyg'urcha yozilgan, tillangan narsani Facebookda ko'rsanglar, shuni C translation desanglar, ba'zidan chiqadi, ba'zidan chiqmaydi. U gapni anglab, ba'zi ashta qilib qolsa, ko'ngli bak yerim bo'lgan. Bu gapni menga bizning bir MP degan demishdiki. U MPning ismi Peter Julian, NDPning adami mushu Vancouverda. Shuning ishxonasiga bir borgan vaqtida shu odam menga sizlarning Uyg'urlarga nihoyat inoq ittifoq qilib ishlasanglar bo'ldi, lekin bir-biringlar bilan o'tmaydigan o'xshaysizlar deganda men bek hayron qolsam, men Facebookdan bir narsa ko'rsatib qo'ydi. Men de uning bu yer ismini hammani deb o'tmay yaxshi bo'lmaydi. Shuningdek men buni undan bir namoyish ruxsat dilib ati bo'ldi degan bir namoyish qildi. Shu vaqtida men emailni avatibdi. Biz bu namoyishni xotirjam bo'l, biz we got it. Lekin biz bu namoyishning uchun biz nimalarda social mediada ko'rib bo'lgan deb mana biz diqqat qilishimiz kerakda biz bu yerda. Uyg'urlarda bir gap bor, qo'l sunsi yang ichida, bosh yerilsa do'p ichida deydigan bir gap bor. Nurg'un narsa chiqyapti. Biz qilgan nurg'un ishlar bor hozir. Masalan, biz misol olsak, biz Vancouverda shu Huawei'ninki bosh direktorining qizi Mingwanjuni zodi shu sot bo'lsa biz namoyish qilib shu yerda shu Amerikaga o'tkazib berishiga bir turtki bo'lish uchun buni qildik. Medialar bu yerda media nihoyat ko'pda hamda bir namoyish biz medialarni deb qildik. Shu Xitoyni texnik satlashtirish uchun medialarga bir kuch berish uchun namoyishlarni qildik. Qildigan ish nihoyat ko'p bizningki. Masalan, hech bo'lmasa biz hammamiz birlikda shu 5G degan mush narsani bir davlatdan haydab chiqarish uchun harakat qilsak, ya bo'lmasa bir Xitoyninki ashtaq gaplarni nomzodlarga qarab, shunday ideyasi bor tepib chiqib medialar bilan aloqalashib Xitoydan birasini bo'lsa hukumat o'rinlariga kirgizsak, mushlarning hammasi biz qilishga tegishli ishlar. Masalan, H&M deymiz, bizning Uyg'urlar nihoyat jiq savdo qiladigan bozorlarning birisi. Shumi bizningki shu labor camp bizningki Uyg'urlarningki haqsiz pul o'yinida ishlatayotgan zavodlardan kelayotgan nurg'un narsalar bor H&M'da.
Demakchi bo'lganim shu Made in China hozir Xitoyni o'zgartib Made in China'ni Made in People Republic of China deganga o'zgartib qisqartibchu ashunilam qilibdi. Shularga markaga qarab narsa elishni o'rgansak, ishni o'zimizdan boshlabchu. ishqa ondan birisiga biri gap qilishdan burun men qanchalik qildim ishni. Qilgan mukarram qilgan ishni men qila oldimmi? Tuygun qilgan ishni men qila oldimmi? Yoki bo'lmasa yana bir odam qilgan ishni men qila oldimmi? Shuni men qilolmadim. Shu butun zihnimizni, shu xalqimizni qutuldirishga, kamplarni taqashqa, ondan nishonimiz shu Sharqiy Turkiston bizningki davlatimizni qurishga, mustaqilligimizni qo'lga keltirishga qarasak, ondan yaxshi bo'ldi deb qarayman. Rahmat, vaqt chiqarib shuncha ochiq so'zlarni qilib berganingizga. Siz mush so'zingizda haliqi bir MP'ning ishxonasiga kirgan chog'da pek muhim bir dediniz. Ya'ni bu bizning o'zaro qilayotgan bu talash tortishlarimizni biz bilan qolmaydi. Buningda bir sakak bo'laydi degan bir signal beryapsiz. Ya'ni shu MP sizga sizlar bir ittifoq bo'linglar deyotgan bu gap bir ig'ir gap. Mushuncha zulm bo'layotgan bir millat, ya'ni qanday qilib zulmni unutib bu yer o'zing qand pichoq bo'lsa degan bir gap. Inshaalloh mushu degan gaplaringizdan hammalar bir cho'chib bir o'zini bir sargaklashtirib bundan keyingi davoni yo'lida butun nafratini, g'azab nafratini Xitoy hokimiyatiga, Xitoylar qaratishga o'zgaradi deb o'ylayman. Ham shunda umid qilaman inshaalloh. Yaqinda bu Uyg'ur harakati tashkilotining bir faoliyati bor. 7-yanvar mush to'g'ri qazaq bir bergan bo'lsangiz, ya'ni butun dunyo xarakteri cheklimi yo'q, ya'ni cho'ng kichik hammalar qatnashsa bo'ldi. Mushni bir ozroq bir devasangiz, undan keyin vaqt munosabati bilan programmamizni oxirlashtirsak. Bizning Campaign for Uygurs'ning, ya'ni Dunyo Uyg'ur harakati, Uyg'urlar harakatining shu 7-oydan 11-kuni bir cho'ng tarbiyalash kursi bor. Bu tarbiyalash kursiga 7-oyning 11-kuni dedingiz, ha? Bu treningda qanday qilganda target night to'g'ri masalan bir xat yozmoqchi bo'lsaqmi, shu dal joyiga qilmoqchi bo'lgan ishimizningki bir maqsadiga yetish, unumini ko'rish haqida night yaxshi bir trening bo'lmoqchi. Oldida bo'lgan treningni qatnashganlar bek yaxshi bo'ldi. Shunday yaxshi ders oldik, qanday qilishni bildik deb bek yaxshi kommentlarni berdi. Bu treningda endi bir bizningki oqmush Uyg'urlar uchun so'zlagan Julie ismli bir qarindishimiz bor. Bir chet ellik so'zlaydi darsni. Undan keyin bizningki nima Campaign of Uygurs'dagi Dara o'rinlashtirdi bu faoliyatni. Endi bo'lsa shu faoliyatga butun dunyodagi Uyg'urlar, bo'libmi yoshlar, men endi yoshlarni jiqroq bir qilsak, yoshlarimizningki harakati jiq bo'lsa deb orzu qilaman. Endi bu yerda yoshga cheklimiz yo'q. Butun dunyodagi shu qarindoshlar shu bir faoliyatningki uchuriga diqqat qilib, vaqtida bir qatnashib, anglab, ashta qilib bersanglar. Tamam. Bu Uyg'ur harakati tashkiloti bir yig'inchoq qilsam, Uyg'ur harakati tashkilotining 7-oyning 11-kuni, ya'ni shanba kuni o'rlashtirgan, ya'ni yoshlarimizni, ayollarimizning yoki har yer o'rlashtirish, birdan-birini o'rlashtirishning o'rniga bir yerga yig'ib o'rlashtirgan xalqaro bir tarbiyalash kursi bor. Buningda MP'larimizga qanday xat yozamiz, internetlarni qanday qo'llanamiz degan shu mazmunda tarbiyalash kursi bor. Buningda hech qanday bir ayol, cho'ng kichik degan yosh cheklimiz yo'q. Sharoitni yaratgan hammalarning qatnashishini umid qilamiz. Shunda bir naf ilib davo uchun bir hassa qo'shishni umid qilamiz. Inshaalloh 7-oyning 11-kuni, ya'ni oldimizgi shanba kuni, ya'ni vaqtini ayrim yana o'qitiramiz. Shu aktiv qatnashishni tashabbus qilamiz. Amsa hurmatli Tinsagul Matsidi xonim, vaqtingizni ajratib bizga nurg'un foydali gaplarni ham o'zingizni qilayotgan faoliyatlari to'g'ri so'zlab berdingiz. Ko'pdan ko'p rahmat. Inshaalloh hammamizning da'vo oldidagilarning butun dunyo e'tirof qilgan tashkilotlarimizning da'volarning qilgan hamma Uyg'ur xalqining birlikda qilgan barliq faoliyatlarining unum berishni
vatanımız Şarkı Türkistan'ın öz koynumuzga müstakilligini tezroq vatanımız Şarkı Türkistan'ın müstakilligini tezroq bulumuz ilişqa bir kuch chiqargan bo'lishimizni umid qilaman. Inshaalloh shu kunlarmi pat yaqinda keladi inshaalloh. Amsa sizga ko'pdan ko'p rahmat. Bu programmamizni ko'rgan hamma qarindoshlarimiz Allohga omonat. Siz mamsa Allohga omonat. Yana ko'rishamiz. Rahmat. Allohga omonat. Allohga omonat. Dedim çalışmakta diye yolumda dedim ötkürnüme dedi kulumdur dedim satar mısın o dedi yapayım